Assalomu alaykum akalarim, ukalarim va do'stlarim. Nima deyapti? Assalomu alaykum hurmatli Premier Avtocity'ning ashaddiy muxlislar. Bugun xudo xolasa eng zo'r va eng yaxshi pullarga va arzon narxlarda naqdga ham, avtokreditga ham O'zbekiston bo'yicha inshaalloh arzon qilib berishga va'da beraman. Bugun sindiramiz qarochi. Hurmatli yurtdoshlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Kim videoni oxirigacha ko'rmasa, o'rtoqlar $1000 kamida yutkazadi. Bugungi narxlar iminni sizlar uchun butun respublika bo'yicha 8% avtokredit haqida to'liq ma'lumot beramiz va narx-navolar hozirgi paytda bilasizlar ancha-muncha tashagan. 2026-yil yaqin, o'shancha Rustam akamni hozir qo'yardi, qo'ymay aka qilib bermasak bo'lmaydi deb turib 2025-yillarda Optimga qarochi sizlarga skidkaga qo'yamiz hurmatli yurtdoshlar. Aka nima dedi? Shunaqa Optimga Cobultlarni nima motion bo'lsam eng arzon narxda bugun va 1-2-3 kunga ola olasizlar. Bo'ldi. Xo'p, Cobultni nimasini qilamiz? Birinchi aka o'sha pastidan boshlaylik. Pastidan boshlaylik. 2025 style variant o'sha gazga moslashtirilgan motorda. Kuzov 26 bo'ladi, pastiga 25 chiqadi. Moshina 25 o'zi, kuzov 26. Aka bunday qilamiz. Qarang, kelishib olamiz. Hurmatli yurtdoshlar, Rustam akam xalqni o'ylagan holatda 8% lik valyutni avtokreditda yondiradi. Men aka sizga vobshe qarshi. So'moy variant. Men so'moy variant qilaman. Lekin bosh to'lovi kam aka-ukalarimiz uchun xudo xolasa bugun mana bozorda 2022-23 larda ham даже bunaqa narxga bermaydi. Juda arzon narxlarda bonuslar bilan qilib beradi. Javob aka. Bo'ldi gap yo'q. Boshladik. Davay. Mana shu style Besprabek, Cobalt, pachka nomingiz chiqadi. Nomer po'mir chiqmagan, hech narsa qilinmagan. Kraskalar pitdan mitir degan mayjet judalari yo'q. Top tozani nomingiz chiqadi style'da men 3300, 3200, 3100 sindiring. 3000 ham kerak emas. Ya bo'ldi endi. 2900 ham kerak emas. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. 2800 ham kerak emas. Ana yondirdingiz. $2800 bilan olib chiqib ketasizlar. 20 ta benzin, poligon ichiga podarkasiga. Bonusi ham bor. Bonusi ham ichiga podarka. Endi nima deyapti, hurmatli yurtdoshlar? Poligon, benzin ham undan tashqari 2800, bir oylik to'lov 5 million bormi? Oylik to'lovi 3.750 ming so'mdan olib ketasizlar. Valyutniga $316 dan bo'ladi. Shunda Besprabek O'zbekiston bo'yicha javob beraman yo'q. Besprabek masla uka. Pachkami? Pachka. Hozir salondan keldi. O'zimning nomimga chiqadimi axir? Ha, o'zing nomiga chiqadi. Hurmatli yurtdoshlar, bosh to'lov $2800, oylik to'lov 3.750 ming so'mdan nima deyapti? Yangisi. Sen so'moyga maqtanib turibsan, nima qilaverasiz uka? Endi aka, bizdagilar shunaqa qilib qara, eshitdik, shunaqa qilib bergan, boshqa joylarda aqli yetmasin. Biron joyda. Tamam. So'moy variantga aqli yetmasin. Hurmatli yurtdoshlar, so'mlik avtokreditda olaman. Boshlang'ich to'lov cho'ntagimda sal kamroq degan aka-ukalarimiz uchun necha pul bilan qo'ydingiz? 2000 bilanmi o'sha qo'ydim shekilli. 2000 bilan qo'ydingiz. Siz hozir dollarda 2800 bilan qo'ydingiz, to'g'rimi? Dollar 2800 bilan qo'ydim. 2800, 2700, 2600, 2500, 2400, 2300, 2100, 2000 ham kerak. Nima qilyapsan sen? 1900 ham kerak. Men sindirmoqchimiz, sen tushunmadim men. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Hozirdan bitta like bosib qo'yinglar. Bitta narsa qilaman aka. Eng chiroyli kommentariya sohibiga $100 pul podarkaga yana. $1900 kerak emas. 1800 ham kerak emas. Hazillashibsan nima debsan sen? Hazillashib qo'yding. Nima deyapti? Premier Avtocity doim nomer 1. Mana shu mashinani $1740 bilan Toshkent shahar va Toshkent viloyatidagi aka-ukalarimiz bemalol olib chiqdi. Hazillashibsan bitta iPhone pulgami? Men $2000 ga iPhone beradi. Men $2000 ga iPhone oldim. Даже iPhone'ning puli emas, hurmatli yurtdoshlar, $1740. Siz qo'shib bergan bonuslarni men ham qo'shib beraman aka. $1740 ichiganmi? Hammasi. 10 ta benzinida 20 ta qilamiz, bitta 7 da $50 polik podarka. Oshmasa. Bunaqasi faqat Premier City'da. Shoshilamiz va o'girib qolamiz. Aksiyamiz 3 kunlar amal qiladi. 3 kun. Dushanbadan juma kungacha qilaylik. Bo'ldi, tamom. Xalqimiz yetib olsin. Juma kunigacha bosamiz. Juma kungacha 1740 bilan ketdi. So'moy var. Shoshmay tur. Chag'itma. Oylik to'lov qanchadan bo'ladi? Endi oylik to'lov. Oylik to'lov, kunlik to'lovini aytgin mayli. Mayli, oylik to'lovini aytamiz, yashirish yo'q. Bizda karta ochiq o'ylanadi. Boshqa aytadi. Shunday. Qaranglar, hurmatli yurtdoshlar, $1740 boshlang'ich to'lov bilan xohlasanglar oylik to'lov 4.950 ming so'mdan xohlasalar olib chiqib ketsin, so'mlik avtokredit bo'ladi. Yil aylanmasiga 17 million so'm, 100 million qarzingizga to'g'ri keladi. Sizda 3.750 ming chiqadi. Lekin bosh to'lov $2800 chiqadi. Xohlaganlar uchun $1740, oylik to'lov почти 5 million. Xohlaganlar uchun boshlang'ich to'lov $2800, oylik to'lov 3.750 ming. Endi nima qilamiz Oybekjon? Hozir ko'p joylar ko'rib turibman, naqdga aytmaysizmi deyapti. Naqdga eshittiribman, kimdir foyda qo'ygan $300, kimdir $500 qo'ygan. Bir so'm foydasi kerak. Qo'ying. Javob. Bir so'm foydasi kerak emas. Unda nimaga ishlaymiz biz?
Xalq uchun ishlaymiz. Faqat xalq. Shu davr keldi ukajon. Shunda hozir men tushunishim bo'yicha Salon bahosiga, zavod narxiga. zavod narxiga. 147 millionmi, 146 million qancha? Zavod narxiga. Qo'ying aka. Uka, Qayerda eshitgansizlar? ukajon, bittaga zavod narxiga beraman. Bitta poylagan podarka. Даже aka jim qilib bermaydi, bilasizmi? Ukajon, bo'lsa xalq, endi xalq qilishgan davrimiz kelib qoldi. Xalq maza qilsin. Mayli. Demak, aka hozir faqat haliga yong'oqni shaqillashga qiziqyapsiz. Shaqilashni qizyapti. Hurmatli yurtdoshlar, naqdga xarid qilaman degan yurtdoshlar uchun mana shu style variant Cobalt'ni zavod narxiga, ya'ni shunday kirasiz 155 millionmi, 145 millionmi, nech pul bo'lsa olib chiqib ketaverasiz. Salon bahosiga berasizlar, bitta poylik yana meni podarka. Bunaqasi Gapi faqat yo'q aka. Premierda bo'ladi. Hozir shunda faqat style variant taksiga qo'yamizmi? Любой mashina qo'yamiz. Hamma mashina qilaveramiz. Cobalt'lar hammasini qo'yamiz. Aka midnightlar bor. Ketdik. Yondiraylik. Yur ukajon, yur. Ketdik. Bu Midnight, bu oddiysi bu. Midnight oddiy ha. O'sha oxirgi versiya chiqqan, qora diskka, qora fari, Aha. Midnight. To'ppa-to'g'ri. Bular 2025-26 2025-26 chiqqan, 2-3 kun bo'l chiqqaniga Aha. birsini foydasi kerak emas. Buni ham naqdga ham shu pul. naqdga. Hozir Jam hamma narxiga. mashinangizmi? Hamma mashina, Hamma Cobalt'lar salonlar. salon narxi. Trekker bo'ladimi, Damas bo'ladimi, nima bo'ladi, qizig'i yo'q. Salon bahosiga, faqat naqdga, o'zini puliga. Hurmatli yurtdoshlar, hozir bozorga borsalaring, eng kamida 300 dollar bo'lmasa 1000 dollargacha ustiga qo'yib mana shu mashinalarni sotib o'tiribdi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Qo'lingizda naqd bo'lsa, haligi anaqaga borib, mashina bozoriga borib, boshqa joyga borish shart emas. Primoy kelasizlar, 1 so'm foyda kerak emas. Shunday telefonda ochib turib, GM avtosalon deb yozsanglar, Cobalt'larni narx-navosi hammasi chiqadi. Ana o'sha narxga plus qo'shib beryapti Rustam akamning o'zidan bitta poliga. Bitta poliga bunaqa hech kim qilib bermaydi, poliga podarkasiga beraman. Endi bitta narsa. Aha. Hammada ham naqd pul yo'q aka. Xo'p, Bitta bo'lib to'lashga. bo'lib Chotki to'lashganmi? narx qilib bering aka, kiyinmay aytaman. Bilasiz, bu 7 million 800 qimmat. Bilasiz-a? Stylda bu qimmatroq Stylda salonlar. qimmatroq. Shunaqa. Bu Qani Midnight bir- Cobalt'larimizda Qani bir kuchingizni ko'raylik, kiyinmay yondiraman aka. 3,5 ming dollar emas. 3400 ham emas. 3300 ham emas. 3200 dollar bilan olib ketaverasizlar. Midnight Cobalt'larni. 3200 dollar. 3200 dollar bosh to'lov, oy to'lov 3750 mingdan olib ketaverasizlar. Shunda zavod narxi 400 dollar. Hozir 400 dollar farq beryapti stylingizmi? 300-400 dollar farq qiladi. 400 dollar farq beryapti. O'zi 400 dollar. salon narxi 7 million 800 ming so'm qimmat narxda turibdi ikkalasi. Hurmatli yurtdoshlar, 2025 endi oylik to'lovi bir martaga baland. 3 million 750 ming so'mdan bir xil ekovi. Hamma Cobalt'larimiz bir oylik xil. to'lov hammasi bir xil. Bir xil. Cobalt xohlaganini Xohlagan olsin. boshlang'ich to'lovda farq. Boshlang'ich to'lov sal qimmatroq chiqadi, qimmatroqki, kamroq chiqadi. Endi sizga savol. Aha. Buni ichida nomerimga xarajat qilib yoki bir Ukajon, aforib turib bir so'm to'lamaysan, 3200 dollar berasan, bo'ldi ukajon. Nomer ham choy ichib o'tiraman. Choy ichib o'tirasan bo'ldi. Yugurish ham yo'q. Yoqqa borib keyin, bu yoqqa borib keyin, unaqa narsalar ham yo'q. Bank, notarius hammasi chetda. Hamma narsa ichida. Qanaqa udobство kerak? Hurmatli yurtdoshlar, sizlarga qaranglar. Mashina o'zini puliga berilsa, aksiya narxida mashinani olsalaring, bonusiga olsalaring, yana hech qanaqa ish qilmasdan turib kechgacha o'sha mashinani minib chiqib ketsa, Yana bitta aytaymi, uka? Shunchalik, masalan, bizga ketdik klientlarimiz bir xil pasport sroki o'tib qolgan. Bir xillarda krediti bor, bir xillarda penasi bor, bir xillarda ko'p narsalari bor. O'shalardan yechimini qilib beramiz, Nima kerak? O'z qolsa 100 so'm, 200 so'm ishlayapmiz. Xohlasa salon bahosidan 200 so'm pulga mizga ishlayapmiz. demak shu hisobda klientlar uchun maksimal udobство qilib qo'yibsiz aka. Ukajonim, klient maza qilsin ukajon. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Bosh to'lov 3200 dollar, oylik to'lov 3 million 750 ming so'mdan Midnight 2025 qora diskka qora farani siz qo'ydingiz. To'ppa-to'p. Faqat eshitib qo'yinglar. Bu monitorlik emas, oddiy Midnight. Oddiy Midnight 2025. Ukajon, karlamaganda, menga aralashmaganda so'mga aytgan. Aka, So'mga ayt nima? eshitib turinglar. Butun respublika bo'yicha like-ni bosinglar, kommentariyani bong'illatinglar, bunaqa narx yo'q. Bozorga boringlar, javob beraman. 2022-23larda bunaqa narxda sotib o'tiribdi. Yana kraskasi borini Besprabek pachkani qo'ydi. Besprabek pachka. Hech kim aql etmasin. Hali hech kim o'tirmagan. Midnight varianti boshlang'ich to'lov 2,5 ming dollar, 2400 dollar, 2300 dollar, 2200 dollar ham kerak emas. Sen maqsading bugun men sindirmoqchiman, tushunmadim. Sindiraman. Haligi aytadi-ku, shogird ustozdan ulug' bo'lmasa bo'lmaydi. Aka sindiraman. O'tmasa bo'lmaydi. Alsha qilaman. Barib o'taman. Bo'ldi. Omadingni bersin ukajonim. 2120 dollar boshlang'ich to'lov bilan 2120 dollar boshlang'ich to'lov bilan oylik to'lovini o'sha narx. Boya aytgan narx 4 million 950 ming so'mdan Toshkent shahar, Toshkent viloyatidagi aka-ukalarimiz olib chiqib ketsin. Bonusiga o'sha 20 ta benzin bilan poliga ham sizdan qarang. Akalarim, lekin
$2100 bitta iPhone'ni puliga beryapsizlar. Beryapti Midnight pachka mastlar. Besprabek. Qirilgan, sirilgan, pitonilgan, maychilar gapirayotgan insonlar. O'rtoqlar, bank bo'lmagan. foiziga ham qiziqqanlar uchun bank foizi 100 million so'm qarzingizga yiliga 17 million 16,5 million so'm qo'shib Bir beramiz. yilga So'mlik avtokredit bo'ladi. Olib chiqib ketaveringlar mana. Besprabek Besprabek pachka. Naqdga o'sha eski narsa. Xo'p, endi Zavod mana bitta aka ko'ryapman. Bu Xo'p. 2025 monitorlik. Qarang. Kojinli salon bor. Xo'p. Mana bitta tushuntirib o'taman. Nima bo'lganini ayting. Kojinli salon bo'ladi. Karpetga qora bo'ladi o'rtoqlar. Buni Aha. seri bo'ladi, bilasizlar. Cruise control bor, multimedia bor. Aha. Undan tashqari abagrev sidina nima desa bo'ladi? Monitorlari Malibu'nikiga o'xshatib chiqargan. Yana nimalar bor aka? Motor o'zgargan. Keyin bitta narsa ABS. eshitdim, shu gap rostmi? Ozroq haydagandagi eshitib qulflanadi deyapti. Shunaqa. O'sha narsa ham aytdingiz. Avtomatik o'zi qulflanadi. Buniki Yana bitta narsa eshitdim. Yana bir narsa eshitdim, Ukajon. Buni stayl bilan, oddiy stayl bilan bularning farqi, staylda motori sal qimirlab turadi bilsang, Shunaqa. Bularga qimirlamay aytadi. Shu gap rostmi? chunki yoqilg'i bir tomondan kirib, bir tomondan chiqib ketyapti-da bunda. Ikki tomonda anaqasi bor aka. Eng yaxshi mana masalan Mercedeslarda ham, BMWlarda ham birinchi o'rinda nimaga e'tibor beradi, bilasizmi aka? Tormozga e'tibor beradi. To'g'ri. Birinchi o'rinda ABS kuchaytirilgan, ikkinchisida kalotkasi buniki nargilarga nisbatan kattaroq. Yo'q-a? Rostdan. 100% aka. Shuning uchun 15 million qimmat ekanda. Qimmat. Lekin Ha? salon zo'r, ich zo'r, hamma tarafi zo'r chiqargan komfort lekin o'tmasin. Qorasi ham, oqi ham, mokrisi ham har xil svetidan bor aka bunda. Bir xil qilib berasanmi? Qora bilan mokrisa qimmatroq-ku. Bo'lsa bo'lsin, xalqqa bo'lsin aka. O'zi salon narxi 2 million, 3 million qimmat turadi. Aha. Yo, 100 salonga bir xil emas chiqqan. Qana 2 million deganing nima deganing? O'zi qimmatroq turadi aka, nima deyapsiz? Qora bilan oqdimi? Qora bilan mokri svet, haligi sveti masalan 100 ta oq chiqsa, bitta qora yo mokri chiqadi. Xo'p, qimmatroqmi? U qimmatroq bo'ladi. Qanday bu masalan bir o'zi olmish 2 million bo'lsa, u bir o'zi olmish 2 millionmi? 2-3 million qimmatroqmi? Men qimmatroq sotaman endi, o'zingiz bilasiz aka bu yog'ini. Men $100 qimmat sotaman. Buni. Qora bilan. Qora bilan mokri svetda. Ko'rlang, shogird mana shu joyga yutqazdi. Menga yutqazsa ham roziman. Bir xil narx. Ikkalasi bir Mokri ham, qora ham, oq ham bir xil narxda qilib beraman sizlarga. shitirga Naqdga farqi yo'q, to'g'rimi? Naqdga hech qanaqa bir so'm foydasi kerak emas buni ham. Jem salon narx necha chiqargan bo'lsa, o'sha narxda olib ketaverasizlar. Xo'p. Avtokreditga 8% avtokreditga ukajon 4,5 ming bermaysiz. 4400, 4350, 4300 ham emas. $4250 bilan olib ketaverasizlar. Oylik to'lovlar 3750 ming so'm bilan o'zidagi so'mcha aylanib ko'rasizlar. Mendan arzon chiqsa, yana aytaman, mendan arzon chiqsa, men undan ham arzon qilib bera olmasam, 10 ta Cobalt padakaga beraman. 10 ta Cobalt 10 ta Cobalt padakaga beraman. Gapga javob. Gapga javob. Bir karillaganlar chiqdi bilsangiz. Yo'qolib ketdi-ku ukajon. Bozorlarda bor, hali ham gapirib turibdi aka bizda. Gapirgan bilan kelib bitta Cobalt olib chiqib olgan. Toshkentga desist qilish kerak. 2024-yil Cobaltda 23-yil Cobaltda olib chiqib $2,500 bilan olib Ya, chiqdi. o'sha narsaga ko'pchilik nima qilyapti? Men Bespraveda qo'yapman, ular aravani qo'yapti. Yarim ulangan, 4 ta 5 ta kraskasi borini, yurilgan 100 ming. Men unda qo'ymayapman, masla. Bizda Bespravek, hurmatli yurtdoshlar, ko'p 2026 bilan kuzib. Lekin tepasida 25 chiqadi, aytib qo'yaman. O'shalarga bozorga yaqin-yaqin aldanib qolmanglar. 26 ga 25 deb chaqtirdi ko'p kishi. Mashinalik qiladi. Unaqa narsa emas. Bizda kuzib 26 chiqqan, lekin tepasi 25 chiqadi. Shunday. Muammo yo'q. Bir so'm foydasi kerak emas. Jem salon narxida olib ketaverasizlar bundan. So'mlikka seniki bilaman, baribir 3000 chiqadi kamida, javob beraman. Aka, adashyapsiz. Ha, nima? Midnightmi? Midnight Cobalt. Midnight Cobalt, bo'ldi. Akalarim, $500, $1000 qimmatroqdir. Zato asosiy qarzingiz kam. Oylik to'lovingiz kam. $1000 sizga qimmat ekan, to'g'ri aytasiz aka. Zato oylik to'lov bilan sindiraman men, sindiraman. Bo'lsa biz xalqqa bo'lsin. Ustozim urdi. Haqiqatan boshlang'ich to'lov $3150. Oylik to'lov 4,950 ming so'mdan mana shu ko'rib turgan Bespravek Midnight'ni olib chiqib ketaverasiz. $3100 bilan. $3150. $50 mana ichida qimmat. Ha, mayli aka, bo'lsa xalqqa bo'lsin. Ya'ni $50 skidga. Agar musofirda yurib, musofirda kuzatib, Xudo xolasa borsam otamga, onamga yangi Bespravekidan mindiraman degan yurtdoshlarimizga yana $50 o'taylik aka. Joni sog' bo'lsin. Bosinglar. Buni benzinni ham poliga ham qilib beramiz. Hamma narsasi. Endi ichkariga bitta aylantiralik klientlarimizni, nesotganlarimizni bitta obzor qilamiz. Hozir ko'pi banketga aytib qo'yibman. Ko'p banketga hozir. Живой anaqa video bo'lyapti, hurmatli yurtdoshlar. Hech qanaqa haligi uyushtirilgan boshqa narsa emas. Banketga ko'pini o'ntirib olasan. Kirishinglar bilan ko'plari bankka chiqib ketdi. Ko'pini pastda srog qolgan, kam qolgan, boshqa bo'lgan o'shalarni bir qildirib, narsa qilib kelyapmiz.
o'zimiz mana shu yerda o'ziga nima muammosi bo'lsa, muammolarni ham hal qilib beramiz. Klientnikini o'zi qolsa 2 sim, 3 sim qoladi, shuni ham o'z qilib beramiz, mayli. Istamizdan. Elektromobillar ham ko'ryapman aka, xudo xolasa. Qilib beramiz. Bular ham bor, to'g'rimi? Bular ham bor. Dongfeng. Dongfeng 7 kishilikmi, 8 kishilik mana shu o'zimniki bu, o'zi nomimga. 508 degan. 508 mi? 6000 bilan chiqarib beraman mana shuni ham. $6000 bosh to'lov bilan chiqadi. Chiqadi. O'sha 8% deydi bu yer. 8% deydi. Tushundim. 13000 mi, 14000 yurgan pachka moshin. Shu mashinalarning elektromobillarda Dongfengning o'zini dilerstvolari 25% boshlang'ich to'lov, 25% bank foizi bilan chiqarib turibdi. Bizda 8% valyutani olib chiqib ketaverasizlar. Shunday. 12000 mi, 13000 yurgan moshin masla turibdi. Mana ko'radi. Hatto qirilgan joyi yo'q. Aka, salafonlab turibdi. Bitta ichidan obzor olib yuboring. lekin haqiqatdan komforti zo'r ekan bu mashinalar. Turishini qarang, salonlarini. Ko'zonim. To'liq panorama, 4 ta yumshoq baloni, kraskasi toza bo'lsa kerak, to'g'ri? Pachka turibdi hali, qirilmagan pachka. Mana buni bitta ko'ringiz, qanaqa chiroyli bu. Shuni ichlarini bitta ko'rsating. Bu yerdan ko'ringiz siz. Mashinani ko'rishingiz mumkin, hurmatli yurtdoshlar. Qora torpeda bilan chiqqan, monitorlari bor, abagrev sidina bor, multimedia, cruise control. Eng qizig'i kojinli salon, abagrev sidina. Sindirgan lekin kojin salondan lekin. Ayniqsa mana shu mokriy sveti haqiqatdan chiroyli. O'zi, mana bitta gap aytaman sizlarga. Mana o'zimiz ham mana kim o'tmagan joy turibman. Salonga borsak, oq bilan qora bilan buni $100 qimmatroq olyapmiz. Lekin xalqqa o'zini pulga beraman. Naqdga. Men shunga hayron bo'ldim-da. Mayli ukajon, 50 so'm, 100 so'm yutqazarmiz. Xudo bersin bizga. Shunaqa davr keldi. Lekin shuni ham boringlar, javob gapimga. Bozorga borasizlarmi, bog'chaga borasizlarmi? $300, $400 bilmagan, bizni ko'rmagan insonlar bor. $300, $400 bor, qimmat olib ketyapti naqdga. Salon narxiga beraman deyapman, kelinglar. Hurmatli yurtdoshlar, bozorda bekorga o'tirmaydi. O'zini salon narxiga beraman deb o'tirmaydi hech qachon. Foydasi bo'lmasa, hech qachon hech kim hech narsa qilmaydi. Yana bittasini aytaymi? Mana salonimizga kamida $15-20 arenda ham beramiz. Lekin shunaqasiga biz xalq to'lab beryapmiz. O'sha narsasi ham bor. Lekin nima uchun? Men aytamanki, bo'lsin, xalqqa bo'lsin. Xalqni masalan bizda shuncha darajaga yetkazyaptimi, Allohga shukr. Biz ham beramiz, ilojimiz yo'q. Beramiz. Xohlasa stayl asfalt. Mokra asfalti bor, qorasi bor, oqi bor. Mana qorasi bu yerda bor aka. Qizig'i yo'q. Mana qora staylda bu ham. Olib ketarasizlar. Oqmi, qorami bir xil narx. Xo'p, endi ukajonim, bizga mana shu Dongfengda 6000 dan chiqadi. Besprabek Tracker bilan chiqadi uka. Besprabek Trackerda aka hozirgi paytda boshlang'ich to'lov $6700 beradi. $6700 hamma rasxodi ichida. Oylik to'lov 5000 dan bormi? 5,5 million? Yo'q, 5,5 million so'mdan pastda. 5,480,000 so'mdan to'g'ri keladi. Besprabek. Besprabek pachka, Premier Plus pozitsiya. Eng qimmati. Eng qimmati. Eng qimmat. Agar yo'q aka, bizda boshlang'ich to'lovimiz 3000 pulimiz bor, yo 3,5 pulimiz bor desa, unaqa variant qilib beramiz, so'mboy variant qilib beramiz. So'mboy variant qilib beramiz, shunaqa. Qilib beramiz. To'g'ri. O'zbekiston bo'yicha na so'mimizga, na valyutamizga birontasini xudo xolasa inshaalloh aql etmaydi. Hammasi sizlar uchun like bosib, kommentariya bosib qo'ysangiz, kommentariyaga olg'a deb qo'ysangiz bo'ldi. Call center raqamlarimiz pastda. 150-1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib, bir piyola choyimizni ichib, mehmon bo'lib ketsalaring xursand bo'lamiz, hurmatli yurtdoshlar. Jonlaring sog' bo'lsin. Ko'rishguncha. Xayr.